Assalomu alaykum do'stlar. Iftorlik dasturxoningiz uchun tez tayyor bo'luvchi, kam xarj, eng asosiysi sousi bilan qo'shib yeganda juda ham xushxo'r, mazali, ta'mi esa og'zingizda qoladigan retsept ko'rsataman. Retsept uchun kerakli mahsulotlarni opisiyaniyada yozib qoldiraman. Birinchi bo'lib lavash xamirini videoda ko'rsatilgandek bo'laklarga bo'lib olamiz. So'ngra ishonchli va mazali asl baraka sosisikalarni po'stlog'idan ajratib, sirini esa mayda qilib qirg'ichdan chiqarib olamiz. Xamirimizga mahsulotlarni videoda ko'rsatilgandek qilib ketma-ketlikda qo'yib o'rab olamiz. Lavash xamirini chet qismidan ham unumli foydalanib, videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab, taomimizni yanada barakali qilamiz. Ikkita tuxumni chaqib, xamirlarimiz ustidan yaxshilab surib chiqamiz. Oranglarda menga o'xshab kunjut yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, ustidan ko'proq sepsanglar, taomimiz yanada mazali bo'lib chiqadi. Idishimizga ozgina yog' solib, o'rta olovda ikki tomoni tillarang bo'lguncha qizartirib, qovurib olamiz. Taomimizni yanada boyitish maqsadida uni yaqin do'sti, xushbo'y va yoqimli sousini tayyorlab olamiz. Sousimiz uchun 2 dona qaynatilgan tuxum, 2 dona sho'rbodring, 3 dona sarimsoq, 4 bo'lak pishloq, 3 qoshiq mayonez va kashinchni solib, ziravorlardan tuz va paprika qo'shib aralashtirib olamiz. Do'stlar, mazali sous va taomimiz tayyor. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, sahran aytib qo'yishni unutmanglar. Kommentariyada fikringizni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar.